Har doimgidek narxini boshida aytaman. $110,000 ga 2,5 sotuvlik korobka xonadonimizni sotuvga chiqdi Yangi O'zbekistonda. Hozir men sizlarga manzilni tushuntiraman. Manzilni aniqroq tushuntiradigan bo'lsak, Yangi O'zbekiston bog'i, Olimpiyskiy garodok mana oldimizda. Shundoq bu betimizda aeroport bo'ladi. Ko'chamizga yana shitdan kiriladi. Yana ham aniqroq qilish uchun mana ko'rishingiz mumkin. 67-parkingdan kirib kelganda ko'chalarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Mana to'g'ri asfalt qilingan. Shuna joyimiz mana shu joylashgan mana. Qo'limizani umumiy maydoni 2,5 sotov universitetgacha bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj общий 300 kvadrat metr bo'ladi. Mana tayyor bitgan varianti, hozir sotuvga chiqqani mana bunisi bo'ladi. Etaj g'ishlari ham tayyor, tomga chiqarib qo'yilgan. Podolimiz mana shunaqa целый bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafda ham xonalarga ajratilgan. Balandligi ham 3,10 bo'ladi. Menga quruq yer kerak deydigan bo'lsanglar, 2,5 sotov yerimizni sotuvga chiqqan. Shuna uchastkalarimiz tugashiga 837 ga 23,70 bo'ladi. Shuna yerimizni tashdek yo'l yuzida joylashgan. Aeroport panjarasidan ko'rinib turibdi. Har doimgidek egalarning raqami opisiyanida aniqlab ketsa Telegram kanalimiz bo'ladi. Sizlar bilan Ibrohim, bizda foydali.